Assalamualaikum hürmetli radio anlıqçılar. Adabiy anlatış programımızda anlaşılığını qarşı alamiz. Bugungi programımızda yazğıcı Abdurahim Ötkürning Öz nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Yosh edik. Uzun safarga otlanib mang'andi biz. Endi otqa mingidek bo'p qoldi ana navrimiz. Az edik. Müşkül safarga otlanib chiqqandi biz. Endi cho'ng karvon otaldi. Qoldirib cho'llarda iz. Bu kunlarda o'lim degan nima qoriq tugiga o'xshab qoldi. To'g'ri, uni jodiga beshig'i sallo o'rab, pariji to'n kiyib olgan tog'dan tulki ishkanligini na'dan bilay? Uyg'urlarda qushnidan aldaydi. Odamni so'z degan maqol borligi Petir inilarga ma'lum. Ammo da yurtni qo'yib, Urumchiga chiqmaydigan ish edi. Ofatni tugitib, yurtning omonligini saqlash maqsadida 6 sentabr kuni harbiy sud Tömürni itib tashlashga hukm chiqardi. Cemaat, men bu Mescid-i Mübarek'nin imamı buluşla yaktım bilen şunu jakarlayman ki, bizning yurtimiz Nerinkirda Cenab-ı Resulullah'ның mübarek şeriatlarına muhalif, naşayan işler sadır buluvatıdı. Yani hemmelerge malumdur ki, sefer kul degen malçı, nedin kip kağalıqı namalum bir kazak kızını, neçe aydın bu yan öz öyde saklavatıdı. Sefer kulның allaqachon yigit bo'lib qolgan o'g'li tursa, mundaq nashayan ishqa shariat yo'l qo'yandi. Hargiz yo'l qo'ymaydi. Biz buni bilib turib, qulig'imizni yopirib yursak, gunohkor bo'lmaymizmi? Ha? Qiyomat kuni nima deb javob aytamiz? Nomahram bo'ladigan ishlarni to'sib, shariati Muhammadni ijro qilmoq hamma musulmonning farzi. Bu qizni darhol yurtning otisi Niyoz Dorg'amga topshirib, Dorg'amning huzurida bir ahli musulmonga nikoh qilib qo'yishimiz joiz. Qani, hammalari mening kayimda mengisizlar. Safar qulnikiga berib, shariat hukmini bajo keltirgaymiz. Safar qul qani, o'zi bormi bu yerda? Mana men. Jamoat ichida g'udur boshlandi. Ikkinchi safda o'tirgan Nurul bova o'rnidan turib, "Axunom, oldirmisizlar? O qizning nikohi o'qilib bo'lgan. O hozir Amanqulning halol jufti, Safarqulning o'z kelini. Biz guvoh!" deb varqirashdi ko'pchilik. Nima? Qandoq nikoh? Men bu yerda tursam, nikohni kim o'qiydi ekan? Kim? Men o'qidim. Niyoz Dorg'a boshliq yurt cho'nglari orqasiga burilib qarashdi. Bu ishlardan xabarsiz qolgan boshqa kishilarmi darhol Tömür xalpiga qarashga boshladi. O'shur imomning rangi o'ngib ketdi. Men o'qidim demsin, ha? Ha, men o'qidim. O'zing kimsan? Qaysi yurtlisan? O'ng qulqimga azon, so'l qulqimga takbir etib qo'ygan ismim Tömür. Kasbim yog'ochchi, yurtim Qumul. Yog'ochchi bo'lsang, nikoh o'qishni na'dan bilasan? Axunim o'qigan ilmni men o'qigan. Sana na'diki ilm? Yolg'on gap qilma. Tömür xalpa tamkinlik bilan bir hadisni o'qidi-da, ya'ni Alloh taolaning bizga avatgan haq payg'ambari Muhammad alayhisalom ilm o'rganish har bir erkak va kishi musulmon uchun farzdir. Hatto Chin mamlakatiga berib bo'lsa-mu, deb tarjima qildi. Ondan yoki axunim payg'ambarlarimizning hadislariga shak keltiramdi ekan. Agar shak keltiradigan bo'lsa, buning vajini jamoat oldida aytsin. Bu javob hammani hayron qoldirdi. Tömür xalpini tonimaydigan kishilarmi shivirlashishga boshladi. O'shur imom bir nimasini yutirib qo'ygan kishidek rangi tatargan holda ha deb yon-yeniga qaraydi.
Axir u temir xalpining o'ziga qadilib turgan ko'ziga qarayolmay, udulidagi tomga qarab turib, "Sening o'qigan nikohing batil. Nikohni boshqa o'qiyman." Bir qizga ikki nikoh o'qish qaysi kitobda bor? Endi kimga o'qimoqchi? Yo'q, batil dedim, batil. Yurtning otasi Niyoz Durg'am kimga buyursa, shu kishiga o'qiyman. Mana endi rost gaplarni aytdilar. İşin halal bo'lsa, to'rt ko'chada o'ltirib ich. Gaping haq bo'lsa, xondan qo'rqmay ayt debdikan. Men mo rost gapni qilay. O'zlar bir musulmonning halol juftini Xomishbekka nikohlab berib, Niyoz Durg'inimi Xudoning oldida gunohkor qilay da'vatlar. Shundaqmi emasmi? To'g'ri, to'g'ri. Niyoz Durg'i bilan Ho'shur imom o'z sirining echilib qolganligini ko'rib gangirab qoldi. Mening halol juftimga chiqilgan kimning haddi ekan? Undaq kishining pishay qornini mush yerning o'zida to'kildiman. Amon qulning qo'llari belidagi tasma balboqqa esiqliq pichoqqa yugurdi. Ho'shur imomning ko'zlari chekchiyib ketdi. Masjidning ichini varang-churang qopladi. Ikkinchi safdan boshlab hamma kishi o'ri to'pi bo'lib ketdi. Niyoz Durg'a darg'azab bo'lib o'rnidan qo'pdi-da, Xomishni boshlab sirtqa mangdi. U masjiddan chiqib ketib o'tib, temir xalpiga qattiq olib qo'ydi. Ho'shur imom o'likdek qetib qoldi. Kimdir biri qaqaqlab kulib-etdi. Temir xalpa xotirjam holda masjid saynasiga chiqqanda bo'lsa, bir muncha kishilar uning bilan qo'l elishib ko'rishga oldiraydi. Kechqurun Niyoz Durg'a Ho'shur imom bilan Ahmad ko'rikni qishqartib kelib qattiq hikoya edi. Ho'shur imomni: "Vot chalpakchi mollam, deydi ulug' suprasi quruq xalpitim. Otam ko'migan, onam ko'migan, nadiki bir qorturukdan yig'ilib qoldilar. Ahvollari shunchalikmidi? Endi o tejimallarning tili teximi uzrab, gapi yo'g'inaydi. Boshqalarni ularni do'raydi. Kivazlikka o'g'ri kirsa, otquchining bir nimasini kestab, endi o'zlarini nima qilsam bo'larkin? Nima qilsam bo'larkin? Sen Ahmad ko'rik degan nanqipi, nimalarni qilib ko'rding? Yotni ko'rsa, ishchig'ida qavaydi. Bu yerga yot bir odam kelib qolganligini burroq inson bo'lmamdi." Ho'shur imom utirib qo'ygan qamarvozdek kigizni tatalab jim o'ltiradi. Xo'sh, endi qanday qilg'uliq? Danishman imom, mo'rab baqmamlar. Heli bo'lsa-mu, shariat hukmini ishlatib baqsaqmikin deyman. Jon chiqib bo'lganda Yasinning nima keraki? O'zim qora turk bo'lsam-mu, aqli hoshim joyida. Shariat pariyatni qo'yib, qo'llariga darrini olsalar. Odamlarimdan to'rtni qo'shiman. U murtatlarning bosh ko'ziga savob, hali qazoq qizini haydab kelmasa bo'lmaydi. Unda qilmasam, bu yurtni qandoq so'rayman? Sen-chi, hey kurak, hozirdan boshlab, hali temir deganning orqasiga tush. O zodi nima odam? Bu yerga nima ish qilib kelibdi? Shu arada Xomishbek oldirab kirib o'rnidan yasovul kelganligini xabar qildi. Hammasi taloga chiqishdi. Ho'ylida beshig'i jiyaklik oq qalpoq, ustiga ko'k kamzul kiyib, qora pota bog'lab olgan yasovul qomchisi bilan chang to'zonlarni qiqishtirib o'tdi. Yasovul choy ichib o'ltirib, bu yil Shah Maqsudning chorva sanoqini 15 kun burun o'tkazishga yorliq tushirganligini. Sanoqchi beklarning bir necha kun ichida bu yerga yetib keladiganligini aytdi va oxirida sanoq kunlari peqirlardan unutib qolmaslar Durg'am deb qo'shib qo'ydi. Qo'yma katta ish bo'pti-ku bu endi. Bu tejimallarning pilsirab ko'rishdan qandoq o'tadiganligini ko'ramiz. O'zlarining nesivalarini unutib qolandigan. Bu yil o'tgan yildagidan obdanroq bo'ladi, inshaalloh. Yasovul Qozibek Xo'janing keladiganligini aytdi. Voy, mundoq deysizlar. Qozibek Xo'jam kelsa, Xudoyimning bergini shu. O'zlarga Shahzod Xo'jamning omonat gipi bor. Shahzod Xo'jamning oltin bo'ylari, kumush tallari omon bo'lsin. Har qanday qishiga biz tayyor. Shahzod Xo'jam Nerenkir tog'laridagi illiqliq buraydigan yovgullardan emas sondaydi. Bo'ltirqilardek oson solishib qoldiganlarni emas. Uxtam. Endi dopni boshqa sanamga chaqsaq bo'lamdi nima? Xo'sh Durg'am,
aql farosatlarga barakalloh. Xomushbekka Nerenkirdan qiz tepilmay qalamdi. Qo'lni kesmigicha qon chiqmas debdikan. Shahzoda xo'jam bu qozoq parisini bir ko'rsa, o'shidan ketib, o'zlariga nima iltifotlarni qilib tashlaydi ekan texe. Dedi Hoshir imom xushomat qo'yliq bilan. U o'z ko'nglida bo'lsa, to'n kiymasam kiymay, bu qozoq qizining majrasidan qutulg'inim xo'p, deb o'ylaydi. Niyoz To'rg'a yasa bo'lg'i mundaq deydi. Men Shahzoda xo'jamga shundoq bir qiz avatay. Oy desa og'zi bor, kun desa ko'zi bor. Ona osmondan tushgan parimikin deb qalsin xo'jam. Shahzoda xo'jam degani Shah Maqsudning o'g'li Nazar edi. U Shah Maqsudning bolalari ichida bir talli o'g'il bo'lib, kichikidala shundoq erka dangbosh ediki, uning dardidan butun qo'mil dod deydi. 20-30 dukchakni kayniga selib olib, haroq, apyon, nasha, zina bilan kechini kunduzga, kunduzni kechiga ulab, kayib sapo qiladi. Kimning qizi xotini chiroyliroq bo'lsa, ishning tugigini shu edi. Mana endi Altay tog'larining oppoq qorlar bilan qoplangan egiz cho'qqillardagi qor laylisidek pak, ippatlik bir qizni shum taqdir ana shu la'natining iflos qo'yniga tashlamoqchi. 5-bob. Kutilmagan vaqa. Banda so'zlaydi, taqdir kulidi. Arab xalq maqoli. Masjiddagi munasirida Hoshir imom sharmanda bo'lgandan keyin Temir Xalpa va Saparqul oilasidagilarning hammasi suv uxlasa uxlar, dushman uxlamas degan haqiqatni unutib qolgandek, atisidan boshlab xotirjam o'z ishiga kirishib ketdi. Temir Xalpa bor ko'lga mangdi. Amonqul o'g'i chiqib ketdi. Saparqul bilan Oyqiz qora yilpizni agashtirib olib, qo'ylarni haydab ketdi. Niyoz To'rg'a bo'lsa, bu qozoq parisini Shahzoda xo'jamga avatib bersam, menga nima ilfatlar bo'larkin degan shirin xayollarga g'arq bo'lib, sanoqchi beglarning tezroq yetib kelishini kutmoqda edi. Biroq tuyuqsiz yuz bergan bir vaqa Saparqullarning xotirjamligini buzib, Niyoz To'rg'aning xushalligini burnidan buloq qildi. Bu vaqa mundoq edi. Amonqul o'g'i ketib shu kechasi Saparqul kechicha uxlay olmadi. Tong etish bilan Ravixon mo'may bilan Saparqul buvayning unimig'iniga unimay Oyqiz qo'ylarni o'zi yolg'iz boqqalamangdi. Qizga faqat qo'lidagi toyiqi bilan qora yilpizlar hamroh edi. Qarag'ay sarliq tog' bag'ridagi kang yayloq shunchalik ko'ngillik ediki, Oyqiz o'zini tamoman unutib, goh tog' gullari orasida uchib yurgan kepinaklar bilan o'ynashardi. Gohi arpa neni parchalarini qora yilpizning og'ziga tashlab, uni erkilatadi. Gohida tog' qushlarining navosiga maftun bo'lgan holda qozoq xalqining bulbul to'rg'ay degan mashhur naqsini aytib, yiroq-yiroqlarga qarab nimanidir o'ylaydi. Qiz birdala idirliq ichidan 3 otliqning o'zi tarafga choptirib kelayotganligini ko'rib qoldi. Qora yilpiz ansiz qovib ularga etildi. Qamchi to'qmoqlarni tutgan otliqlar qora yilpiz bilan etishib yurib, Oyqizning oldiga keldida otlardan sakrab tushdi. Ularning biri Xomush Manqa, yana biri Ahmad Kurik edi. Uchinchisini Oyqiz tanimadi. U hammadan tambalroq kelgan burni panoq kishi edi. Xomush Manqa bilan Ahmad Kurik etilib kelgan peti Oyqizga esildi. Oyqiz shuncha qarshilik ko'rsatib baqsini tang kelolmadi. Ko'zni yumib ochqicha, ular Oyqizning qo'llarini orqasiga bog'lab, og'ziga lat tiqdi-da, uni tog'orga tiqib, otga ortib bog'ladi. Yiliqi panoq odam qo'lidagi to'qmoq bilan qora yilpizni to'sib turadi. Qora yilpiz choqqonlik bilan Xomush Manqaga etilib berib, uni o'ptali talavatdi. Ondan butun jahli bilan goh panoqqa, goh Ahmad Kurikka etiladi. Shu arada panoq odam uning yonpishig'iga baq qattiq urvatdi. Qora yilpiz orqa putlarini so'rab mangolmayli qoldi. Xomush Manqamu dod faryod ko'tarib yerda dum yotdi. Qopsizlar begim, chaqqan mangayli. Qopqinim bilan men ot minolmayman.
Axir Ahmad Ko'rik xomush manqini egarga ortib, o'zi orqasiga minib oldi. Paniq odam o'zining etiga minib, tag'ir ortilgan otni yetaklab yo'lga tushdi. Qor yilpiz shiddat bilan qovab qoldi. Egisiz qolgan qo'y podisi xuddi qoshqir tekkandek teri-peran bo'lib chechilib ketgan edi. Otliqlarning qorisi ko'zdan yetganda, qor yilpiz mahalla tarafga so'rilib menishga boshladi. U oldi putlarini uzitib, cho'plik yerni qattiq quchoqlaydi. Ondan tumishqi bilan yer tirachib, orqa putlarini oran yutkaydi. Shu topda u xuddi ikki putidan ayrilib, ko'krak va qo'llari bilan yerni tilg'ab olg'i ketayotgan qaysar jangchiga o'xshaydi. Shunday qilib, quyosh taqqa beshini qo'yay deb turganda, qor yilpiz o'zi tug'ilib o'sgan uyga yiqilishib keldi-da, bir qismini qovab ketdi. Ravixon mo'may darhol uydan chiqdi. Qor yilpiz mo'mayga qarab ingraydi. Mo'mayning ko'ngli g'alati bo'lib, "Voy, dadasi, eldan bo'lsala!" deb qo'yib uning yeniga yugurdi. Safarqul yetib kelganda, Ravixon mo'may qor yilpizning beshini silab, rangi o'ngib, hushsiz kishidek o'ltiradi. Qor yilpizning ko'zlaridan yosh temib turadi. Uning yonpashlari qip-qizil qon edi. Bovay bilan mo'may biror vaqa bo'lganligini darhol tushundi. Ravixon mo'mayning "Voy xudoyim-ay, nemish bo'lgandi endi?" deb silib yig'ilganini anglagan qo'shni qo'limlarmi qor yilpizning yeniga yig'ildi. Safarqul bilan ikki kishi darhol otlanib, odatda qo'y o'tlatadigan yerga qarab chepishib ketdi. Oy qizning tuyuqsiz yo'qolganligi ahli mahallaning hammasini hayron qoldirdi. Birdamdala qozoq qizini eyiq elib qochibdi degan gaplar tarqalib ketdi. Bu xabar kechga qolmay Niyoz To'rg'ig'ima yetdi. Allohu akbar! Bu qandoq bo'lg'ini? Endi shahzoda hojamga nima deyman? Hojamga xabar berib atgan emasmidim. Ay xomush, qinisan, beri chiqchi. Xomush manqining o'rnida Niyoz To'rg'ining xotini uydan chiqib, "Voy balani bo'ri talib etibdi. Buningdan xabarlar yo'q, nemachi bor qiraydilar endi?" "Voyjon! Voy tova! Voyjon!" Darvaqa xomush manqa voyjon, voy tova deb yotqanga chumkinib yotadi. Niyoz To'rg'i nima qilishini bilmay, o'zining quyrug'ini o'zi talaydi. Oxir taraf-tarafga odam mangdirish qaroriga kelib, o'ylidan chiqdi. Shu vaqadan 2 kun keyin Qaylin daraxtlik hovlining ichida ot izlab yurgan 2 yilqichi yigit kun o'ltiray deb qolganda, yon tarafdan kelayotgan bir sesiq puroqni sezib qoldi-da, yetgan ot yerdan g'ulab o'lgan bo'lmasin degan gumon bilan shu tarafga chepishdi. Darvaqa 100 qadamcha nerida bir to'p quzg'un qandoqdir bir narsaning ustiga o'lishib olgan edi. Otliqlar yaqinlashganda, quzg'unlar erinchaklik bilan havoga ko'tarildi. U yerda bo'lsa, titilib ketgan lota putilar orasida kimningdir g'ajilab tashlangan jasad parchalari to'pig'i bulinib yotadi. 3 qadam nerida qora jiyaklik bir ko'ni malla qalpoqni turadi. Otliqlar bir qarabla bu qalpoqni tunib oldi. Bu Ahmad Ko'rikning qalpoqi edi. Ahmad Ko'rik bu qalpoqni Do'rg'amning hadisi deb hammaga ko'z-ko'z qilib maqtanishga odatlanib qolgan edi. Hay, oxir o'zini bo'ri yebdi, ko'zini quzg'on. Bu och ko'z bo'rilar Niyoz Do'rg'ining qalpoqidan bo'lsa-mo yiqsi bo'lgan. Balalarga ugal bo'ldi jimo. Xabar qilib qo'yaylikmikin? Mahalladagilar xabar tepib bo'lguncha kashkirib ketdi. Ahmad Ko'rikning tuqqanlari jasadning parchalanib, purab ketganligini uqib, shu yerning o'zla dafn qilib o'tish qaroriga kelishdi-da, atsi bomdod namozidan keyin o'shur imomni boshlab, ozli kishi bilan g'ol tarafga otlandi. Shunda qilib, bu namozga o'zlari bormay qo'ydilar, ha? dedi bir o'ttir yosh kishi yenida ketayotgan Nurul buvaga. Nurul buva mundaq dedi: Yomonning jinozasidan yaxshining hikoyasi obdan.
bu Ahmet Ağon dadasini doğrumidi. Dadası rahmetlik, özünün manglay tari bilan kun kechiradigan halol odam edi. Ahmet Ağon bo'lsa, bagdorg'ularning qo'ltiqiga kirib olib, shularning yalig'ini yalaydigan odam bo'lib chiqdi. Shunda qilmisimi, Xudoyim och qo'ymas edi. Shuni demamla, eldan ayrilganning elgiki to'shikdab, o'zining ko'rgan kunimi chog'liq. Mana endi namozga boradigan kishining tayini bo'lmadi. Ukam, Xudoyim hech bandasini elning nazaridan tushirmasin. Men 20 yillar burun Qumul shahar ichidagi cho'ng madrasa bog'chisida yasoqqa ishlab yurgan kunlarimda taliblarning kitob so'zlaridan aytishadigan hikoyalariga quloq solatdim. Bir kuni ularning Luqman Hikimdan aytgan bir hikoyasini anglab qoldim. Luqman Hikimning bir kuyovli bo'pti ekan to'q. Har juma kuni namozda yinib salomga keldi ekan to'q. Bir kuni namozga kelmabdi. Ikkinchi jumami kelmabdi. Luqman Hikimning ichi pishib, bizning o'g'ilga nima bo'ldi deb qizidan so'rabdi. Qizi yiqilib tushdi deb javob beribdi. Luqman Hikim oldirab pinab, "Nadan yiqilib tushdi?" deb so'raganda, qizi "Tomdan" debdi. Luqman Hikim kulib ketib, "Tomdan yiqilib tushgan bo'lsa, buning chorasi oson. Mantiqi elning nazaridan tushib ketdimikan deb andish qiptiman" deb degan to'q. Hey, qaraslarchi, bu nima degan hikmatli gap a? Haq. Tirkida eldan ayrilib yuribdi. O'likimi yolg'iz qoldi. Xudoyim hech bandasiga mundaq kunni ko'rsatmasin. Lekin uni bo'ri yeb ketdi degan gapga zodi chin tutkim kelmaydi. Doim otliq yuradigan cho'p-cho'ng bir odamni qanday qilib bo'ri yeb ketaligay? Safar qo'lning kelinini yiqilib qechibdi degan gapga chin tutmayman. Ishim shuncha cho'ng bo'g'icha bizning bu yurtda mundaq ishlarning bo'lganini zodi ko'rmaganman. Bu ishlarning tigida cho'qim bir sir bor. Ammo Safar qul bilan momayga bak uvol bo'ldi. Bechoralar oda bo'lib ketyapti. Umuman, ko'pchilikning tuyuqsiz yuz bergan bu voqea to'g'risidagi fikrlari ana shu Nurul buvayninkiga o'xshash edi. Xamish Manqa Ahmet Ko'rikning o'lganligini anglab, oftobda qolgan xamakdek so'lishib ketgan edi. Niyaz To'rg'i bo'lsa, Ahmet Ko'rikni bo'ri yeb ketganligi bilan Xamish Manqani bo'ri talab etganligi orasida qandoqdir bir bog'lanish borligini sezib, Xamishni darhol oldiga chaqirtqizdi. "Hey, seni bo'ri talab etganda Ahmet Ko'rik bilan bilmidinglar?" Yo'q, men ko'rmadim. Rastini et! Bo'lmas tirani ta'tir so'yman. Yo'q, billa emas. Amsa, seni bo'ri nada talab etgan? O'rnini et. Xamish Manqa gap tepib berolmay, bir putini so'rab talog'iga qochmoqchi bo'ldi. Do'rg'a uni gechgisidan tutib olib, simqomchi bilan savoshga boshladi. Neriqi uydan Do'rg'ining xotini chiqib orig'i tushdi. Do'rg'a uningga parvo qilmay, rostini ayt deb uratdi. Axir Xamish Manqa hamma gapni aynan aytib berishga majbur bo'ldi. Niyaz Do'rg'a ehtimol Ahmet Ko'rik qozoq qizini tog' ishkirsidagi yilqichilarning uyiga opirib qo'yib, qaytar vaqtida o'lgan bo'lmasin degan xayol bilan darhol tog' ishkirsiga otchab turdi. Atsi tong vaqtida xabarchilar u yerga qozoq qizi tugul Ahmet Ko'rikning o'zining bormaganligini aytib keldi. Niyaz Do'rg'a ochig'ini Xamishdan elish uchun uni yana bir muncha sovg'andan keyin o'zini o'zi qachatlab mundaq deydi. Voy do'yizda! Meni rasvo qiladigan bo'lishdim. Elig'o, bir Ahmet Ko'rikkan. 10 Ahmet Ko'rik o'lsimi? Menga nima? Baribir. Ammo o qozoq qizini topolmasam, Shahzoda Xo'jamga nima deyman? Xo'jamning ko'ngliga pisand kagidek bir ish qilmasam, menga nadiki iltifot. Bu yomon bo'ldi. Hey. Yo'q. O qozoq qizi tirik. O mushu yurtda bor. Uni topmay bo'lmaydi. Endi hikoyani bir oz orqasiga yondirib so'zlasak, dal yilqi kuni qor yilpiz uyga xabar qilib ketayotgan chaqda Aman qolmu o'dan qaytib uyiga kelyapti. U qalin qarg'ayliq chiradan chiqishiga oldidagi chig'ir yo'lda kelayotgan ishga otliqni ko'rib qoldi.
Ahmet Körük bir ayol kishi mingan otni yetaklab kelyotdi. Ayolning og'ziga loti tiqilgan bo'lib, put-qo'llari egarga chambarchas bog'langan edi. Amanqul bir qarabla oy qizni to'nib qoldi-da, o'pkisi og'ziga tiqilib gap qila olmay qoldi. Darhol ahvolni tushunib, "To'xta, ey xavarish!" deb dahshat bilan varqiradi. Ahmet Körükning oldini to'sdi. Ahmet Körük miltiq tanglab turgan Amanqulni ko'rib, otdan o'zini yerga otdi va yukinib o'ltirib, "Bir qo'shiq qilishni tilayman. Menda gunoh yo'q. Menda gunoh yo'q. Hammani qilgan xomish manqa. Meni qo'yib at." deb yolvurishga boshladi. Amanqul miltiqni qarag'ayga yo'lab qo'yib, darhol oy qizning og'zidagi lotini tortib chiqardi va put-qo'llaridagi arg'amchini kesishga kirishdi. Ahmet Körük fursatdan foydalanib, miltiqni qo'liga ilib oldi-da, Tejimal, endi nima deysan? O'z o'qing bilan o'z jinini olaman. Chashqanning o'lgisi kelsa, mushukning quyrug'ini tishlab to'dab, sen texi yo'limni to'sib nima qilmoqchisan? O't bu yoqqa. Amanqul oy qizni otdan tushirib bo'lgandan keyin pichqini g'ilobga selib qo'yib, cho'ng qadamlar bilan Ahmet Körükning oldiga mangdi. Ahmet Körük qora miltiqning chaqmog'ini qayirib, tepkisini bosdi. Lekin miltiq etilmadi. Ahmet Körük ishning chatoqligini sezib, miltiqni tashlab otga yugurdi. "Kechib qutula olmaysan, do'yus!" dedi Amanqul etilib berib. Qattiq elish boshlandi. Ahmet Körük jon uzish ochiqida qattiq qarshilik ko'rsatdi. Hatto gohida Amanquldan ustun kelganda ko'rinadi. Otlar urkib neri ketishdi. Ay qiz o'rnidan turishga tanshasimu put-qo'llari kuyishib ketgachga tez harakat qila olmaydi. Shu arada Amanqul Ahmet Körükni ostiga besib olib, g'ilobdan pichqini chiqardi. Ahmet Körük yig'lamsirab turib, "Ukam, jinim ukam, ojiz jinimga rahim qil. Men ezibdiman ukam. Bolalarimni yetim qilmagan." "Ita, oy qizni nega kelib olmoqchisan?" Ahmet Körük og'ziga tegmay vatildab ketdi. Uning aytishicha, Niyoz To'rg'ining shahzoda xo'jaga yaxshilik bo'lish uchun oy qizni o'rniga avatib bermoqchi bo'lganligini Ahmet Körük xomush manqiga aytgan edi. Xomush buni anglab, dadasidan qattiq ranjib, nima qilishini bilmay yig'lagan. Ahmet Körük bir egar jobtuqliq ot bersang, oy qizni o'g'irlab berman degan. Xomush manqa ma'qul bo'lib qasam ichgan. Shuningdan keyin Ahmet Körük yordamlashga yana bir odam berishni shart qilib qo'ygan. Andin Yasin Panoq 5 qo'y badaliga ma'qul bo'lib, bu ishga aralashgan. Ular oy qizni Niyoz To'rg'ining tog' ichkirisidagi yilqichisining uyiga opirib, xomush manqaga zo'rim-zo'r xotin qilib bermoqchi bo'lgan. Ammo xomush manqa ish talavatganligi uchun bir oz yaxshi bo'lgandan keyin orqasidan kelmoqchi bo'lgan. "Ita, Niyoz To'rg'a bu ishni rostini bilmandi. Azbirayi, rostini bilmaydi ukam. Xayr, 3 balaning yuzidan sana bu qitim rahim qilay. Buningdan keyin ko'tingni qisib yur. Bo'lmasa, dedi Amanqul bahramon o'rnidan qo'pib o'tib. Ahmet Körük tuyuqsizdan Amanqulning qo'liga birini tepib pichoqni tushiribdi va o'zi darhol pichoqqa yugurdi. Ammo Amanqul uningdan chaqqan kelib, gejgisiga birini soldi-da, pichoqni qo'liga ilib olib, "Hey, rahim qilganni bilmagan mal'un. Endi meningdan qutulganimki?" deb uningga etildi. Ahmet Körük endi qarshilik ko'rsatishga ko'zi yetmay, orqaga sho'xshib berib bir toshqa putlashdi-da, terak bo'yi keladigan tikkardan qo'lab ketdi. Jimjit jilg'ida, uning jon ochiqida voyjon deb varqirgan dahshatli o'lim faryodili qoldi. Musulmonlarda meyitni qabristonlikqa tovut bilan elib berish hammaga ma'lum bir odat. Shunga ba'zi tasavvufchi shoirlar tovutni yog'och ot degan kinoyi bilan ifodalab, "Egarsiz yog'och otga minarsan, oqibat bir kun" deb yozgan edi. Boshqalarni baxtsiz qilish badaliga xomush manqidan bir egar jobtuqliq ot elib minmoqchi bo'lgan Ahmet Körük endi u yog'och otga minolmay qoldi. Amanqul bilan oy qiz darhol tikyorning girvikiga kelib pastga qaradi. Ahmet Körük shig'il toshlar orasida qonga melinib dim yotadi. Har kim qilsa o'ziga, to'pi tiqilur ko'ziga.
dedi Amanqul Ayqizning chechini silab. Ayqiz ixtiyorsiz holda Amanqulning bo'yniga esildi. Bu qonuniy er-xotin endi tunji qitim quchoqlashdi. Her ikkisining ko'zidan yosh tomchilari temib turadi. Amanqul Ayqizning arg'amchi qiyivatgan nozik bileklarini silab turib, mundaq dedi. Endi o'zlarini uyga opalg'ili bo'lmaydi. Niyoz Nurg'unning niyatini uqdilar. Hozir alikka oqtashtiga yadiki kichik onamning qishig'i ketayli. Ondan bir gap bo'lar. Ayqiz qandaqlik qilib bo'lmasin, uydagilarning ko'nglini tinchitib qo'yish lozimligini aytganda, Amanqul: "Xotirjam bo'lsizlar. Ati o'zim bir ilojini qilaman." Shu gaplardan keyin Amanqul otlarni tutib keldi. Qari miltiqini batlab olib, o'zi biladigan boshqa bir chig'ir yo'l bilan Ayqizni Oqtosh tarafga boshlab ketdi. Ko'gum pardasi bilan qoplangan keng dala jimjit edi. Atsi tong bilan tang Amanqul paydo bo'ldi. Bo'y bilan mo'may uni issiq ko'z yoshlari bilan kutib oldi. Keyin ahvolni uqib, xeyli ko'ngli tingan bo'lsa-mu, Amanqul bilan Ayqizning keyingi taqdiridan qattiq andisha qilishadi. Chunki qachonli bo'lmasin, Ahmad Ko'rikning izdak so'rig'i bo'lib qolishi mumkin edi. Uningdan qolsa, o'rda baglarining temir charvi sanig'i boshlanish oldida turadi. O'tgan yildagi sanoqda gadanga ortilgan 50 qo'yga bu qitim Ayqiz bo'lib ketilganda izsiz yo'qolgan 30 qo'y qo'shilsa, Shamaqsutga 80 qo'y qarzdor bo'ladi. Bu ishlarni qanday qilish kerak? Dada, o'zingni to'liq ufratmisan? Alnim bo'lsa shu bo'lmas. Ahmad Ko'rikning o'limini ular hech vaqtda oshkor qilolmaydi. Oshkor qiladigan bo'lsa, Xomushning bulonchiligimi oshkorilib qolmamdi. Ay, balam, senni to'liq yoshlik qilma. Mubada Xomush manqa hamma sirni aytib, dolisi bilan bir yoqidan bosh chiqarib olsa, qanday qilg'iliq? Ular meni halol jiptimni o'g'irlagan ekan, bizmi arz qilmaymizmi? Kimga arz qilasan? Shamaqsutqimi? Go'sht bilan yog' bir tuqqan, piyozning ko'ygini ko'ygan degan gapni anglamaganmisan? Hey dadisi, kun chiqay deb qoldi. Qo'ylar qotanda turavergaymi? Shuningdan keyin buvay qo'yga mangdi. Amanqul qari yilpizning qishig'i bordi. Qari yilpiz beshini qo'llari ustiga qo'yib, munglanib yotadi. Amanqul uning bosh ko'zini silab, nimanidir o'ylab o'tiradi. Vaqtga yarasha shu kuni kechqurun temir xalpimi bor ko'ldan qaytib keldi. U safar qullardan hamma ahvolni uqqandan keyin palti tushkicha ko'tak damabdi degandak. Hozircha Ayqizni iyiq ilib kechib ketibdi degan gaplarning chiqqanimi yaxshi bo'pti. Bo'lmasa bu ish texmi chigilishib ketadi. deb Ayqizni nega yoshirish to'g'risida o'z fikrini aytdi. Uning fikriga hammaylam qo'shildi va atiganda temir xalpi bilan Amanqul Ayqizning yeniga, ya'ni Oqtoshga mang'idigan bo'ldi. Shu arada temir xalpining kelganligini anglab, Nurul bo'g'i boshliq kishilar uning bilan ko'rishkilik kirdi. Ularning orasida yilqi kuni masjiddagi voqeadan keyin temir xalpini tonigan kishilar bor edi. Pat arada bo'ladigan temir charvi saniqidan qandoq o'tish xemi hammaylarning yurgani omburdek qisib turg'ashqa, gapning mavzusi shu masala bo'lib qoldi. Temir xalpa fursatni g'animat bilib, ichkari o'lkalarda Manjuxonga qarshi karamat ishlar bo'layotganligini, necha ming yildan buyon xalqni yelkisidan besib kelayotgan xonliq tuzumning endi uzoqqa bormay gung bo'ladiganligini aytib kelib, mundaq dedi. Manjuxonning ajli yiqilib qoldi. Bu por daraxt o'rilib tushsa, Shamaqsutning tomiri cho'qim uziladi. Xalqning zulmdan qutuldigan kunlari oz qoldi. Bu qitimqi temir charva saniqidan omon esal o'tib olsak, yana bir sanoq kelguncha Shamaqsutning o'zimi jahannamga ketadi. İlohim, shundoq bo'lg'ay. Andaq bo'lsa, Shamaqsutning umriga duo qilib tursak bo'lg'udak. Shundoq bir zohidning
Zolim Hajjojga qilgan duosida qilamiz. O Zohid qandoq duo qildi ekan? Hajjoj degan zolim podsho bir Zohidga uchrashib, "Menga bir yaxshi duo qilgin" deganda, Zohid qo'lni ko'tarib, "Ey Parvardigor, bu zolimning jinini tezroq ol" debdi. Hajjoj "Mundaq duoga nechik tiling bor?" deb achchiqlabdi. "Sen tezroq o'lsang, o'zingimi, puhrog'imi yaxshi. O'zing gunoh qilishdan qolasan. Puhra sening zulmingdan qutuladi" debdi Zohid. Lekin bizning Maqsud vangimiz duo qilganga o'lmaydigandek turadi. Shundoq. Quruq duoga pitma o'lmaydi. Yillarning beshini tayoq to'qmoq bilan yanchig'ili bo'ladi. Tayoq to'qmoqni qachon qo'lgan emas? Az qoldi afkam, az qoldi. Onungacha belekenga kuch yig'ibdi. 6-bob. Senmi guvoh bo'l quyosh. Ey hukmdor, mazlumlarning ko'z yishidan qo'rq. Ularning duosi Nuhning to'pon bolasini keltirishi mumkin. Nuriddin Abdurahmon Jami. Niyaz To'rga oy qizni hech yerdan toptira olmay, o'z ko'shini o'zi yegudek bo'lib, darvozasi oldidagi yo'g'on toshda do'msiyib o'ltiradi. Turib safar qullardan gumonlang'usi keladi. Biroq birinchidan buningga hech qanday asos topolmaydi. Ikkinchidan Ahmad Ko'rikning o'lishiga bosh sababchi o'zining o'g'li Xomush Monqi ekanligi aniq bo'lg'achqa, bu ishni taga versa, oxiri o'ziga gap kelib qilishidan ehtiyot qiladi. Chunki oy qizni Xomush Monqiga bulab bergan yiliqi Yasin panoq texa hayot edi. Hey, ishga chiqqanda uning og'zini tuvoqlab qo'yg'ili bo'lmas. Hey xomush, hammani qilgansan. Niyaz To'rga ana shunda xayollar bilan saqlanib barmoqlariga yo'gab o'ltirganda, Hoshir imomning qarisi ko'rinib qoldi. Imom hossini to'kiltib oqsoqlab kelyotdi. Niyaz To'rga uning chuvilib ketgan kir sallisi bilan pulanglab turgan paritisining pashlariga qarab, "Qaloqlarni salpaytib, uch puti bilan dingoklab kelayotgan eshakka o'xshaydi. Bu xotin taloq" deb g'udishib qo'ydi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning o'z nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Bu tejimallarni qattiqroq puchuqlab qo'ymasak bo'lmoqda. Shundoq hojam, shundoq. 150 qo'yga qarzdor bo'ldim. Kelarili jazman haqimni bilan qo'shib to'layman deb barmoq bisib tilxat yozib kelsiz. Chingan Xo'jamga dushmanlik niyatida bo'lgan Temir Yog'ochchi degan buzg'unchini uyda qo'ndirib, uning bilan birlikda fitna yig'ib tarqatgan.